Bugungi kunda soliq tekshiruvlarida aniqlanayotgan ayrim xatolar nafaqat hisobdagi kamchilik, balki yashirin iqtisodiyot holatlariga ham sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, foyda solig'ini hisoblashda yo'l qo'yilayotgan xatolar ko'p uchramoqda. Ko'p uchrayotgan xatolarning biri qo'shimcha qurilish, rekonstruksiya, modernizatsiya va texnologik qayta jihozlash xarajatlarini joriy xarajat sifatida hisobdan chiqarish. Soliq kodeksining 306-moddasiga asosan kapital qo'yilmalar amalga oshirilganda aktivning boshlang'ich qiymati oshiriladi. 317-moddasiga ko'ra esa bunday xarajatlar chegirılmaydigan xarajatlar hisoblanadi. Agar bu talablar buzilsa, xarajatlar asossiz oshiriladi va foyda solig'i kamaytiriladi. Bu esa yashirin iqtisodiyotning elementlari sifatida baholanishi mumkin. Yana bir keng tarqalgan holat investitsiyaviy chegirma va amortizatsiyani bir vaqtning o'zida qo'llash. Soliq kodeksining 306-moddasiga ko'ra, aktiv qiymati amortizatsiya yoki investitsiyaviy chegirma orqali xarajatga kiritiladi. Agar aktiv qiymati investitsiyaviy chegirma orqali allaqachon xarajatga o'tkazilgan bo'lsa, shu summa bo'yicha qayta amortizatsiya hisoblash mumkin emas. Bunday holatlarda xarajatlar sun'iy ravishda oshiriladi. Natijada soliqqa tortish bazasi kamayadi. Bu esa soliqdan bo'yin tovlash va yashirin iqtisodiyot xavfini yuzaga keltiradi. Bunday holatlarni oldini olish uchun hisob siyosatida qayta qurilish va modernizatsiya xarajatlarini aktiv qiymatiga qo'shish mezonlarini aniq belgilash, qayta qurilish holatlari bo'yicha chek-list yuritish, investitsiyaviy chegirma qo'llangan asosiy vositalar bo'yicha alohida hisob yuritish. Buxgalteriya dasturida 2 marta amortizatsiya hisoblanishini cheklovchi nazorat mexanizmini joriy etish zarur. Bu choralar yashirin iqtisodiyot holatlarini oldini olishga xizmat qiladi. Soliq hisobini to'g'ri yuritish nafaqat jarimalardan qutulish, balki yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishning muhim qismidir. Soliqqa oid foydali ma'lumotlar uchun sahifamizni kuzatib boring.